Rahmat, xayr salomat bo'ling. Bo'ldimi? Ya pashshani nima qilinglar bu? Katta odam bo'lish. Katta odam qanday katta odam? Masalan, puli ko'p yaxshi inson deydi-ku. Pul ko'p bo'lish uchun nima qilish kerak? Puli ko'p bo'lish uchun kallani ishlatish kerak. Soqqa bo'lish kerak, sarmoya bo'lish kerak. Boshida. Dalda bo'luvchi tanka kerak. Men tegmoqchi bo'lgan bola qanaqa bo'lishi kerak? Toshkentda yashagan bo'lishi kerak, boy bo'lishi kerak, shaharni qoq markazida uyi bo'lishi kerak, 2 tadan 3 tadan mashinasi bo'lishi kerak. Menga nimaki etsam o'shani olib berish kerak. Men o'zingizga mos yigit yo'q mencha O'zbekistonda. Hey, hozir indamasam studiyadan chiqib ketadi, Nargiz. Qo'polroq ekan beraman, lekin Orif Bahriyev savol beryaptilar. Agar o'lsangiz qabringizdagi tosh ustiga nima deb yozib qo'yish bo'lardi? Endi sizga u kunlarni ko'rish nasib qilamizmi? Nimaga falonchining janozasiga bormading desa, u ham menikiga kelmaydi-ku baribir degan. Mashinalar bor-ku, vobshem qimmat bo'lish kerak-da o'zi. Vobshem odamlar ola olmaslik kerak. Shunda yo'llarda mashina kam bo'ladi-da. Nima kerak u? Tiqilish, probka. Eng qimmat etib qo'ysa $100,000 qilib, eng arzon mashinani zo'r bo'ladi. Imkoniyati bo'lganda men hech qaysi davlatga bormasdim. Birinchi o'chirda O'zbekistonni rivojlantirishga harakat qilardim. Boshqa davlatda bo'lgani bilan foydasi yo'q. Oldin o'zingizni davlatingizni rivojlantirib, keyin boshqa davlatga chiqishingiz ham bo'ladi. men Yaponiyaga borardim, eng rivojlangan davlatlardan biri. Sabab bilimli zo'r rivojlangan. Undan keyin paxta qo'yadiganlar kamroq o'tdi. Yo'q. Meni fikrimcha, bugungi kunda eng zo'r prodyuser men bo'lsam kerak. Faqat ma'mali deb o'ylamaysiz? Research juda ham ko'p ishlayotgan, bugungi kunda xohlagan raqobatga bardosh bera oladigan rejissyor ham, eng ko'p ishlayotgan rejissyor men bo'lsam kerak. 24 soatimizda 22 soatimiz shunga berib ishlayapmiz. Eng kuchli prodyuser. Eng kuchli prodyuser, eng kuchli rejissyor bugungi kunda meni o'zimman deb o'ylayman. O'zbek kinosida, o'zbek shou biznesida men ko'rdim aka, Qozog'istonga ham chiqib ko'rdim, Tojikistonga chiqib ko'rdim, Qirg'izistonni o'rgandim. Menimcha O'rta Osiyoda hozir menimcha eng birinchi o'rin turgan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Xo'p, mayli, amalchi deymiz. Bir Alisher Qodirov tanisizmi? Padariga la'nat o'shani. Nimaga? Kecha qarayni immigrantlar nimaga deydi, soliq to'lamayapti deydi. Rossiyada masalan meni bolalarim o'shatdi. Iya, u yoqqa hamma borganlar nima bu yo fohishalik o'g'illik qilib keladimi deb. Bordir o'shanaqalari ham. Odamlar qanchasi mana xo'jayinim provodnik bo'lgan Alloh shohid tepada. 5 ta 6 ta odam tekinga olib kelarlar. Hammasi beldan singan, pozonoshnikdan singan, oyoq singan. Bu hozir qiynalib. Demak, u bo'lmagan gap u. Конечно, iya, bu o'tirib olibcha palonchi, pismadonchi, bunaqacha bunaqa deb. Nimaga aytolmayapsan? Bo'sha Alisher Qodirov zo'r ekansan. Shunchalik duxing zo'r, janaqa. Nimaga Otabek Umarov ketmayapsan? Qani soliq to'la unga mungadir. Yo'q, haqiqat, odam qiynalib ketyapti xalq uchun, bilasizmi? Go'sht kilosi mana Covid ketyapti dedi. Han desa, voy pul tashadi deb. Kartamni qarasamchi, o'zigacha bankirlarning o'zi pul tashab, o'ziga siymas qilib qo'yishyapti. Hamma yoq ko'rsangiz, bunda qarasangiz korrupsiya. Hamma yoq yana Qashqadaryo, Samarqandni egallagan. Toshkentlik ish yo'q. Hammasi o'zining zimlagini, o'zinikini padeshga qilyapti. Men yurdim, men dodlab hamma yoqqa borsaydi, sayspaydi. Boyagi sudyalarchi na Yezus bilgan. Hamma kodeksida na Yezus. Unaqa mamlaqa. U bo'lsa o'tiribdi, sen ko'rib turibdi, o'sha yerda mol bo'qalaringni sotdi, sen mamta egallab o'tiribsan dedim. Hozir dedim. Tushundingmi? Men kirasan. Mirjalol Qo'shoqovich o'yin haqida nimalar deysiz? Nima bo'ldi? Qilib qo'ydi u bilan. Ha? Besh baholarda olib o'qiyman. Katta bo'lsam bandit bo'laman.
bankir bo'laman. 8 metrlik kompyuterni kichkinasi bo'lsa kerak. 8 metrlik kompyuterni kichkinasi. Va o'sha. Endi u yoqda borda 8 metrlik, u yerda 20 metrlik kompyuterlar bor. Ha, o'shani kichkinasimi? Ha, o'shani kichkinasi. Bo'lsa kerak-da, endi bilmadim. Notebook demoqchilar menimcha. Notebook demoqchilar menimcha. Qani ochingchi. Aka, men artistlikni tashlayman. Agar to'g'ri chiqolsa. Nima? Notebook! Voy tavba. Voy tavba. Astagfirullah. Ochilib ketdi bu. Astagfirullah, astagfirullah, Alloh o'zing asray. Chaqirishga chaqirdim-u, men sizni chaqirishga chaqirdim-u, lekin o'zim shok bo'lyapman hozir. Assalomu alaykum. Men o'zim hayron bo'lyapman hozir. Salomatmi? Rostami? Baljon aka, siz hozir cho'nchagingizni nima borligini ham aytib berishlari mumkin. Yo'q, hammasini aytmaylik. Mayli, u yog'iga o'tmaymiz. Ahmadullo bir kun yo'ldan o'tib ketyapsan, tashlab. Taqas polisdan o'sha meni o'tkazib qo'ydi. Nima bo'ladi? Tugadi. Mazzami sizlarga, mazzami? Voy, mazzami? Ko'rdingiz, eshitdingiz buncha gapni. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, men olamdagi 8-mo'jizamanda, to'g'risini aytsam. Sizmi? Xuddi shunday. 8-mo'jizasiz? Hozir biz mo'jizani ko'ryapmizmi? Men aytdim, ketiy dedim, boya aytdim, ketiy dedim. Buni isbotlashimga Xudo xolasa inshaalloh 57 yil vaqt qoldi. 57 yil? 57 yil. 57 yilda siz Xudo xohlasa 101 yoshda bo'lasiz. Boshqa planetaga tiriklikni yer sharidan olib ketadigan odamman. Siz? Ha, 100 yoshda 20 yoshga qaytaman. Ha. Masalan, biz 12 ta galaktikaning ichida bitta yer sharimiz turgan bo'lsa, bu 12 ta galaktikadan chiqib ketganimizdan keyin biz eng yaqin sayyora, masalan, aniqlanyapti 5 barobar katta yer sharimizdan yashil planeta. O'sha sayyoradan hozir yerdagi sayyoralarni ko'rdik-a, ikkitasi. Ahayt bizish mazzada. Abedgachadan abeddan keyin выходной. Akang kuchaydi o'sha akang. Akangning joyi shu yerda o'sha. Akang kuchaydi o'sha. Do'stim, Burchani hamma qilib saylasa, kaza bo'lib qolishi mumkin. Do'stim, Burchani asla, ya saylamay qolsin. Savob diye. Qanaqa kelsa turing. Videoni ko'rsating aka. Aka qing, videoni ko'rsating. Xayrijon, yaxshi qolinglar, yaxshi o'tiringlar, xavotir olmanglar. Men yaxshiman, tuzukman, yuribsizlarmi? Xayr. Bay bay. Jannatim onam ketdilar, qaynonajonim. Mehribon qaynonam bor, mehribon erim bor, mehribon qaynotalam. Hammasi zo'r. Zo'r. Ha, Lalito. Dushman bu kuybil. Hayır, dushman. Mana, ovsinim chiqaydir. Kel. Rasmga tushib o'tirib. Telefon bunday kakili ani idishni oling. Ekran to'g'rilasini. Hayır. Hazreti Davud aytgan. Hazreti Davud ilm istab kezdim bu jahonni. Ilm istab bu kezdim jahonni, ilmni farovon qildim. O'zbekistonni dunyoga teng qildim degan. O'zbekiston buyuk davlat. She'rchalarni o'zi qo'yibsiz-ku o'tirib. O'zbekiston buyuk davlat. O'zbekistonni alishmasman boshqa jahonga. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga. Endi buni TikTokga chiqarish niyat bo'lmagandi. Keyin chiqib ketgan, orada o'sha bir kunda emas, bir 2 soat, 3 soatda trendga chiqib ketdi-da, o narsa. Qayerda
qayerdasiz? Germaniyadaman, Germaniyada. Bekzod aka biletni bering. Bekzod aka bilet, Bekzod aka bilet. Bekzod aka, Bekzod aka, Bekzod aka. Держитесь правой стороны, затем съезжайте. Правый, правый. Vay bela, Bodir aka. Через 400 метров съезжайте. Men snayperman. Qaramaysiz mana zig'aklarga. Bo'ldi endi hozir qaytib kelamiz.